Assalomu alaykum do'stlar, barchaga xayrli kun. Hammangizga omad tilagan holda ekranlar qarshisida g'oyibona do'stlar. Bugun mana sizga 20 ming rubl o'ynayman men o'zimni sevimli o'yinim Scratch karta. Nima tomga kirib ketding? Bu vaqtda sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy qoldirishda davom etinglar do'stlar. Tak, boshlanishiga 200 rubldan boshlayman. Hozir katta stavkadan o'ynaydigan balansi yo'q. Hozircha 5 martadan qani o'ynab ko'raylikchi. Endi yaqinlar. O'ynayotgan proyektim debet proyekti. Registratsiyaga o'tish uchun ssilkani kommentariyada qoldiraman do'stlar. Shuningdek, registratsiyaga o'tayotgan vaqtlarda Akula debet promokodlari bilan kirib 100% bonuslarga ega bo'lishlaring mumkin. Agar pullaring tushmay qolib muammo bo'lsa, Telegram kanalimda ham manzillari qoladi. Bemalol o'tib murojaat qilishlaring mumkin, yordam beraman. Tak, ijtimoiy yo'q. Oyda oxiriga finalga katta rozigrish uyushtiraman do'stlar. Bemalol Telegram kanallariga ulanib olib, qayerga ketibsan? Yangiliklardan xabardor bo'lib turishingiz mumkin. 10 ta g'olib aniqlayman do'stlar. Tak, ijtimoiy yo'q hozircha yana ijtimoiy yo'q. Yozam yaqinlar old sandiqchalar. O'zimcha ushbu mana shu strategiyani qo'llab ko'raychi desam, aylanib ketdi. Yana X15 chiqib turibdi-ku. Sandiqchalar orqasidan sразу nimaga tushirding stavkani o'lgur. Ладно. Yo'q. 400 rubldan yana. Voy, yana X15. Juda ham chiroyli. Tak, shunaqa qilib o'ynab ko'raman. Hozir ajomas. Chiroyli ozani solib chiqib ketsam. Juda ham yaxshi. 20 mingdan 13 ming hozircha foydadamiz. 50 ming ko'rsak, bir nima qilib shu bilan to'xtatamiz. Yana 400 rublga ko'taramiz. Yana chiqmadi ya. Eskina. Yana bitta chiqib berganingda 215 zo'r bo'lardi. Yana yaqinlardan sepib qilyapti. Yo'q. Sandiqchalar, Oy, durbinlar. Ko'zlarimni shamg'alat qilib, qayoqlarda qolib ketding a? Chiqib bersang ularmiding a? Qani 500 rubldan endi bosib ko'raylikchi. Yaqirchalar. Boshqa ijtimoiy yo'q hozircha. X4, X8 juda ham chiroyli. Voy, aylanib ketay. Yangi Scratch kartam juda ham yaxshi ko'raman-da. 15 ming. 50 mingda to'xtayman degandim. Qani hozir 250 rubldan mana shu 2000 rublda o'ynab ko'ramiz endi. Agar bermasa 50 ming rublda to'xtayman do'stlar. Shunaqa qilib azart to'ldirib o'ynaymiz. Necha marta sizlarga maslahat berib turib, o'zim azartga berilib qancha pul yo'qotvardim. Tak, ijtimoiy yo'q yana. Tak, do'stlar, menimcha endi bo'ldi, boshqa bermaydi. Men shu yerda to'xtayman. Hozir 20 mingdan 30 ming foyda qilishim juda yaxshi. Yoki o'ynab ko'raylikmi? Ketdi jadniylikda, mana ko'ryapsizlarmi? Och ko'zlikda mana endi. Endi bu och ko'zlik. Yo'q, chiqmadi. Yaqirchalar. Yana biroz o'ynaylikchi, ajomas ko'paytirib yuborsak. Yana ijtimoiy yo'q. Sandiqchalar. Durbinlar ham chiqib bersang yaxshi bo'lardi. Karablik mana ushladik birinchi marta. Bu proyektda birinchi marta mana karablik ushladim. Yo'q, ijtimoiy. Qani bo'pti. 600 dan. Ijtimoiy yo'q. X4lar. Monetalar pastga qo'yib qo'yganimni qo'yib bersam bo'lmasmidi ya? Yana ijtimoiy yo'q. Chiq. Yo'q.
500 rubldan ishladikmi hisobda. Yakarchalar. Ishtimi yo'q. Yana ishtimi yo'q. Yo'q. Ладно, 700 rubldan ham ishtimi bermayapti. 800 rubldan. Qatmagin endi. Shunaqa ham internet tappa ishlaydimi? Ishtimi yo'q yana. Chiq. Ладно, 900 rubldan qani. Nomard. Уже tushib ketdik mana, ko'rdinglarmi ya? 50 mingga ko'targandim-ku. Ishtimi yo'q yana. Ishtimi yo'q. Kendi bir de chiroyli zanosingdan chiqib keting, scratch card. Yo'q yana ishtimi. Juda ham chiroyli hozir X26 ushlasham 26 ming bo'lsa, xullas yana 500 rubldan qani o'ynab ko'ramiz. Yana mana chiqib ketmayapman, ko'ryapsizlarmi? Och ko'zliging boshingdan qolsin. 8. Yaxshiyam chiqib ketmaganam. Qani yana chiroyli bitta zanos ochasanmi? Bitta durbinlar berib yuborsang yetarida. Yo'q ishtimi? Qani 3 mingda 1000 rubldan olib ko'ramiz. Qayoqqa chiqasan? O'yna davay. X16. Yo'q yana ishtimi? Durbinlar, davay chiq endi. Yakarchalar. Yana yakarchalar. Bitta durbin chiqib ber endi iltimos. Sunduqchalar. Chiqib ketamanmi berib turgan paytda. Hozir 50 mingda to'xtab chiqib ketganda shunday zanoslardan quruq qolardim ekan-a. Yaxshiyam chiqib ketmaganim. Yo'q, yana ishtimi desam, voy turbinchalar. Qachon chiqasanlar ey? Yo'q yana. Yana bitta qayta chiqib berganingiz bor. Do'stlar, shu yerda to'xtayman men. 40 ming hozir juda ham zo'r foyda bo'ldi. Boshqa o'ynamayman, o'sha duxam yetmayapti yog'iga. Olinglar, oldirmanglar, tayinda qoldirmanglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha g'oyibona sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolaman. Kommentariyada izoh qoldiringlar, keyingi o'yin qaysindan va qaysinga kontent qilishimiz. Albatta nasib qilsa bugun kechga yana chiroyli bitta video chiqaraman. Sog' bo'linglar, o'zinglar ehtiyot qilinglar.